Siz oddiy uzun marketda hisob kitobingizni bilmaganligingiz orqali juda katta pullar yo'qotishingiz mumkin. Hatto siz o'ylaysiz, men 100 million оборот qilyapman, 200 million оборот qilyapman deb o'ylab, hattoki zarar qilayotgan bo'lishingiz ham mumkin. U paytda unit ekonomika degan narsa bor. Sizga boshqa uzumchilar qanaqa qilib Google tablisada tashlab berishadi. Sizlarga hozir boshqacha bir unikal yo'lni ko'rsatyapman. Hozir men o'zim foydalanayotgan, hozir qilib chiqdim. Ko'rishingiz mumkin. Notion degan dastur bor. Shu Notion degan dasturda mana bu yerda SKU'lari bor, nomlari bor. O'tda mana bu yerda sotuvda tugagan, bloklangan, to'langan o'zingiz ruchnoy qo'lda kirib chiqasiz. Masalan, sotuv holati passiv ketyapti, o'rta ketyapti, top sotuvdagi tovarlar ketyapti misol uchun. Bu yerda sotib olish narxi, sotish narxi, bu yerda xohlagancha o'zga narsalar qo'shib ketsangiz bo'ladi. Xuddi Excel bilan birga-bir ishlaydi. Bu Notion degan programma, Notionni ko'pchilik o'zi biladi. Ishlatadigan bo'lsangiz Exceldan ancha udobni. Mana shu programma orqali Unity'ni qiladigan bo'lsangiz, filtrlarni mana bunaqa galereyaga o'tkazib qo'ysangiz, mana bu yerda rasmlari bilan chiqadi. Masalan, hozir men hozir fen deb yozsak, masalan, mana bunaqa chiroyli bo'lib rasmlari bilan chiqadi kerak bo'lsa. Zo'r вообще. Hozir endi noldan kirib chiqayotganim uchun hozir shunaqa ko'rinishda. Lekin juda hisoblashga, boshqa narsaga juda ham qulay. Foydalaning. Bo'ldi.